Bugungi videoda men YouTuberlarga kiring savollar berib ko'raman videosining bu 21-qismi. Qanunda biz videoni boshladik. Birinchi YouTuberimiz bu Felix. Felix, siz nigermisiz? Yo'q, Felixman deb javob berdilar. Va bizning ikkinchi YouTuberimiz bu Shahist. Shahist, orqasidan taqsi kelib ishtoningizga yechib kelsa nima qilardingiz? Uni ham xonaga olib kirib, keyin qiz tug'ib olsa nima qilasiz? Suraman botdan. Bolani kim boqadi? Siz. Va bizning uchinchi YouTuberimiz bu Sancho Crafts. Sancho Crafts, YouTube'ga qachon qaytasiz? Anaqani bilmayman deb javob berdilar. Videoni shu joygacha ko'rganmizlar, shu videoga like bosib, kanalimizga albatta obuna qo'yish esingizdan chiqmasin. Biz tezroq 2 ga obunachi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham kanalimizga albatta obuna qo'yinglar. Va bizning 4-chi YouTuberimiz bu Kaizo. Kaizo, yangi video qachon? Yaqinda deb javob berdilar. Va bizning 5-chi YouTuberimiz bu Reder. Sizdek qurilmalarni topish uchun qaysi ilova yoki saytlardan olasiz? Ko'proq saytdan olgan yaxshiroq deb javob berdilar. Videomiz shu joyda yakunlanadi. Videoni oxirigacha ko'rganlarga rahmat. Shu videoga like bosib, kanalimizga ham albatta obuna qo'yish esingizdan chiqmasa, biz tezroq 2 ga obunachi bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham kanalimizga albatta obuna qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.